yaxshi. Mana xudo olsa bugun 22 yanvar qish qishligini qiladi deganda biz hozir shu videoni nima uchun olyapmiz? Mana yozdan so'ng ko'rsatib o'tdi. Issiq sovuqqa chidamli, sovuqqa eng zo'r imtihon oluvchi va ob-havo. Mana shu sovuqlarda ham turib, shu chiroyli rakinamiz sovuqqa issiqqa chidab beradi va sariq xizmatlar ancha yillar beradi xudo olsa. Hammalarga yaxshi-ku. Allohning ne'mati, xudo olsa hammaning kutib Qoraqalpoqdan ular tayyorlab qo'yganmiz. Shu ortib boramiz va skidkalarimiz davom etyapti, aksiyalar hammalarga kutib qolamiz. Всем хорошего дня. Почему снимаю это видео? Мы говорили, что и сильный жару, и сильный холод нашу раковину держит температуру и будет вам служить. И вот этого доказательство снег 22 января. Третий проход Бектупы мы заготовили для Нукуса, для Каракалпакстана. Большую партию будем погружать. Акция продолжается. Всех вас ждем. Хорошего дня. Позитива.